Ongim kutilmaganda syurpriz bilan boshlandi. Postelga saqich yopishib qolgan ekan. Ushbu muammoni oddiy yog' bilan tezda hal qildik. Shu paytda qizim ham uyg'ondi. O'zimni tezda tartibga keltirib, so'ng yotoqxonani ham yig'ib oldim. Keyin esa qizim bilan nonushtaga chiqdik. Qaytgancha qizimni mutlaqo multfilmdan ajratishga qaror qildik va bugun esa уже 5-kun multfilmlarni umuman ko'rmayotganiga. Natijada gapira boshladi. Atrofdagi hayotga qiziqishi yanada oshdi. Agar sizga ham qanday qilib ajratganimiz qiziq bo'lsa, kommentda yozib qo'ying. Alohida o'z tajribam bilan bo'lishaman. Bugun esa o'qishim bor va o'qishdan oldin tezda naskoriy rukopet solib qo'ydim va orada yig'ilib qolgan kirlarni ham yuvib yoyib chiqdim. Bu ishning eng yoqimli payti esa kichkina yordamchim kelib egilmasligim uchun menga kiyimlarni uzatib turadi. Xullas, o'qishdan oldin barcha mayda-chuyda ishlarni qilib, plotniy obeddan so'ng o'qishga harakatimni boshlayman. O'qishimning doimiy muammosi bu parkovka. Aslida mashinamni har doim uzoqqa qo'yaman. Chunki o'qishni yonida joy bo'lmaydi va probka bo'ladi. Va yaqinda bir yangilik bo'ldi. Parkovkalarni platniy qilishdi. Ushbu yangilikdan so'ng ko'cha ancha tartiblandi, lekin parkovka soatiga 12 ming so'm. Men esa o'qishda taxminan 7 soat bo'laman va hisoblab chiqsam bitta borib kelishim 100 mingga tushar ekan. Shuning uchun har doimgidek uzoqroqga qo'yib, piyoda yurganim afzalroq. Shunday qilib o'qishimni tugatgach, charchagan holda uyga kelib, mamnun tarzda ushbu kunni yakunladim.